Assalomu alaykum. Bugungi yaxshi bo'lgan bemorlarimizdan bittasi Malohat opa 1969-yilda tug'ilganlar. Bularni To'tepadan bir nechta qarindoshlarini operatsiya qilganmiz va qarindoshlari bularni ham bizga olib kelganlar. Bularda to'g'richak o'smasi adenokarsinoma G2 aniqlangan. Hosilat to'g'richakda ko'rganda 4 cm da joylashgan edi. Va bular birinchi marta gemoroy bo'lganman deb kelganlar, ammo afsuski gemoroy emas, bu yomon kasallik bo'lib chiqqandan so'ng biz bulardan shkamnoskopiya tekshiruvlarini o'tkazgandan so'ng planoviy ximioterapiya qildirganmiz. Ximioterapiya 4 ta kurs olganlaridan so'ng barcha tekshiruvlarni qayta tekshirib, hammasi yaxshi bo'lgandan keyin laparoskopik usulda to'g'richak oldingi pastki rezeksiyasi, D2 limfodizeksiya, uchi-uchiga kolon anastomoz qo'yish, 2 og'izli preventiv ileostoma qo'yish amaliyotini 2,5 oy oldin bajargan edik va bir hafta oldin biz 2 og'izli preventiv ileostomani yopdik. Lineyning tikuvchi apparat yordamida qorinni yana kesmagan holatda stomani o'rnidan stomani o'zini yopdik. Va hozirda alhamdulillah ichlari kelyapti, lekin anastomoz juda ham pastda joylashgan, ya'ni ultra niska anastomoz bo'lgan. Barmoq bilan ko'rganingizda почти 2 cm da anastomoz joylashgan bo'ladi. Nima deysiz, opajon? Rahmat, boyliga shukr. Salomat bo'ling. Shu shifo so'rab keldim. Hammaga rahmat. Hamma xodimlarga, doktorlarga rahmat. Sekin yaxshi bo'laman, xudoga shukr. Qo'liga dard ko'rmasam, umringiz uzoq bo'lsin.